jiyan harakat bosib yana nima qilding? Nima gap kelyapsan meni bu yerga? Bu Asaka Avto Moto Trans. Nima qiladi? Motor olmayman bu yerda, jiyan. Qana motor olmaydi, mashina minishni o'rgatadi bu yerda. Zo'r ekan. Zo'r. Nimcha mashinasi ko'p bu yerda. Kamazgacha bor ekan. Bu yerda o'zini avtodromi ham bor. Bu yerda o'qiydiganlar uchun ana shu yerda o'rgatishadi avtodromlarda ham. Haligi televizorlarda aytayapti, imtihon pravo olish qiyin bo'lib ketdi. Bu yerda shu o'rgatan pravo olgan. Bu yerda o'qisiz unaqa qiyin bo'lmaydi. Bemalol borib imtihonlar javobini topshirib, proviza olib chiqaveradi. Sen hozir bu yerda o'qib, sen mashinani urasan, sen palakat bosib. Yo'q, urmayman. Yaxshi o'rgatamikan ish qilib? Zo'r. Dedi o'zimizni sinfdoshlarimizdan pravo olib chiqdi-da. Bu haligi bu Narkan mahallamidi bu? Narkan mahallani boshidami? Hali eski melisaxona bor. Mashina oldidan-da kirsa chap qo'lda 20 metrdan keyin 50 metrdan keladi. Mashinasi ko'p ekan, men ham o'qisam bo'laveradimi-ki? So'rachi bir yosh tanlamaydi menga. Provizyonmi? Prava aka. Ha bu darjang. Eslatma prava. Uzr tog'a. Uzr yuring birga o'qishamiz. Bir so'rachi, men ham bir o'qib yuborardim-a. Tezkor guruh degani bormi? 15 kunlik, 14 kunlik. Bo'ladi. Tondan yiqilgan bo'lsangiz, shunday chiqasiz 15 kunda tabir tayyorlab biz yana olib ketishadi. Ammo bu yerda men eshitdim. Haligi sertifikat deydimi? Ashtaqa olish bo'yicha Asakada bu rekord qo'yibdi. Men sekin eshitdim akalardan. Qani bir kiraylik. To'xting. Ammo to'lovni ikkalamizga to'laysiz. Ha, palakat. Shuncha olib keladingmi? Yurib bo'pti.